Iye, Madinaxon sumkasini olib qaytyapti deyapsizlarmi? Rossiyaga ketyapman. Bu safar 2 oylik o'g'lim bilan birga uchamiz. Xudoga shukr, o'g'lim juda ham aqlli. Umuman yig'lagani yo'q. Menimcha o'g'lim ham sezdi dadasini oldiga tekkanini. Sizlarga tekin maslahat. Samolyotga chiqish paytida iloji boricha eng oxirgi bo'lib chiqish kerak. Qo'ngandan keyin birinchi bo'lib chiqib ketish kerak. Chiqayotganingizda odamlar sizni turtib surtib yubormaydi, bemalol joylashasiz. Chiqqaningizda bo'lsa pasport kontroldan birinchi bo'lib o'tasiz. Ko'rib turganinglardek o'g'lim ikkalamiz 3 ta odamni joyini egallab olganmiz. Bolam borligini ko'rib bemalol ketsin deb shu joylarni bo'shatib berdi. Ko'z tegmasin o'g'limga biram shirin. Aytmoqchi, shu yerdan bagajimiz chiqishini naq 20 minut kutib turdik. Bu yerda kutganimiz yetmaganda tashqariga chiqib yana kutdik. Har safar ko'chaga chiqqanimizda o'g'limni shu sumkachasiga solganimda atrofdagi odamlar voy sumkani ichida bola bor ekan. Voy biz sumka deb o'ylayapmiz deyshadi. Bu sumka o'g'limga ham menga ham juda ham qulay.